O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun intervyu qilamiz. Otabek samarqandlik talaba bilan. Xo'p, endi o'rtoqlar, bugun nima haqida intervyu bo'ladi? Juda ko'pchilik mendan so'raydi. Opa, o'zi haqiqatdan ham masalan transfer qilganlar bormi? Nimaga biz bilmaymiz-ku, nega cho'ta uchratmadim. Nimaga uchratmaysizlar? Chunki ular ijtimoiy tarmoqlarda masalan ko'rsatishmaydi. Mana bu yerda o'qirdim, keyin transfer qildim. Otabek o'zim Rezekne universitetimda o'qirdilar, bakalavrda, men magistrda o'qigan paytim. Men magistraturada Rezekne bitirganman, kichkina shaharchada, Latviyada. Otabek ham o'sha payt o'sha yerda o'qirdilar. Birga kelganmiz bitta payt o'zida. Keyin Polshaga transfer qilganlar. Bugun ana o'sha haqida bo'ladi. Latviyada o'qib turib, Polshaga transfer qilganlar haqida, umuman mana shu haqida, keyin Polsha, Latviyadagi va Polshadagi hayotlari. Lekin inobatga olamiz. Otabek Latviyada, Rigada emas, poytaxtda emas, kichkina shaharda yashaganlar. Shuni inobatga olamiz. Otabek, endi o'zingiz haqingizda birinchi aytib bering. Ismingiz, qancha ismlarni aytdik, qayerdansiz? Uni ham aytdik, Samarqanddan. O'zim Samarqanddaman. Samarqand shaharidan. Shu. Samarqanddan. Yoshingiz nechida? O'sha payt necha yoshda ekansiz? Perevod qilayotganimda 19 yoshda edim. Hozir 21daman. Latviyaga kelganingizda 18 edingiz. Yo'q, Latviyaga kelganda 17, уже 18 ga to'lishim kerak edi, 17da edim. Ha, zo'r. Demak, Otabek Samarqanddan, birinchi Latviya Rezekneda bakalavrda o'qirdilar. Qaysi yo'nalishda? International Business Management edi. Ha, To'g'ri esimda yo'q. Unchalik esimda yo'q. Ani qiyin nom, uzun nom bo'lganda, talabalar esda qoldirmaydi. Uzun, ingliz tilida bo'lsa. Otabek, mana Latviyaga kelgansiz, Rezeknega. Rezekne kichkina shahar, 30 ming kishilik, ish deyarli yo'q, ya'ni yo'q ish. Keyin Latviyaga kelganlar, Rezekneda o'qiganlar 1 yil, keyin Erasmus qilganlar. Gretsiyaga Erasmus qilganmiz ishlashga. Praktikaga olgandik to'g'rirog'i Erasmusni. Endi hilol o'z bilasiz qancha gaplashardik. Siqilib ketardim-da kichkina shaharda. Menga kattaroq shahar bo'lishi kerak edi. Ko'proq возможность, Rezekneda unaqa narsa yo'q edi. Endi bu noshukrlikka kirmasimki, но этот baribir ham kattaroq shaharga ko'chgim kelgandi. O'shanda birinchi Gretsiyaga olib praktika Erasmus qilganimizdan keyin уже Gretsiyada bo'lganimda o'ylab yurardim, biror joyga perevod qilib yuborib, qayerga qilsam bo'ladi, qayerda qanaqa выгоdalar, qayerda qanaqa этот Imkoniyatlar. Ha. предоставлять qilishini. Ha. O'sha Polsha chiqib qolgandi. То, что Polshada ham imkoniyatlar yaxshi, то, что u yerda pluslari, minuslarini hammasini ko'rib chiqib, birinchi Polshaga Erasmus olgandim, o'z bilganimdek. Ha. Birinchi kursdan keyin, Gretsiyadan keyin Да, уже Erasmus ikkinchi kurs qilganlar. bo'lgan. Ну, этот уже spring semestrga bo'lyapti-da. Ha. Вот. O'shanda borib, условиялаrini ko'rib, o'qilib, shu bilan keyin уже 24-yil yozda уже переводni boshlagandim. Zo'r. O'rtoqlar, anaqa qilmaysizlar. Negativ yozib qo'yasizlar. Chunki Otabek rus tilini ko'p aralashtiradilar va Hilol opa, men intervyu bersam, hamma tilni aralashtirib tashlayman. Bo'radimi dedi. Otabek, ma'lumot beryapsiz-ku, bo'radi. Siz bu televizor emas-ku. Boshida men aralashtirardim, keyinchalik o'rganganman. Shuning uchun o'rtoqlar, Otabek rus tili bari aralashtiradilar, chunki rus guruhida o'qiganlar. O'shanga sabr bilan eng kerakli ma'lumotlarni olasizlar, tushunib olib. Xo'p, keyin Lyublinga borgansiz Erasmusga. Erasmusga borganlardan keyin o'sha yerda o'qiganlar 5 oy, ya'ni mart oyidan yozgacha. 31-iyulgacha edi-da. 31-iyulgacha. Keyin orasida yana Gretsiyaga ketgan. Nasigacha. Orasida keyin yana Gretsiyaga ketgansiz. Orasida emas, уже o'tni tugatib, keyin chiqib ketgandim. O'tni tugatib? Ha, to'g'ri. O'tni tugatib Gretsiyaga ketganlar. Keyin уже u yoqda borganlarida Lyublin bilan tanishganlar, ko'rganlar, kvartira qanaqa, universitet qanaqa. Keyin уже bo'ldi, sentyabrdan Lyublinga transfer qilishni reja qilganlar. Sentyabr o'sha уже пока Gretsiyaga ketdim. Gretsiyaga ketgan paytim уже anavlarni boshlaganimda, dokumentatsiyalarni boshlagandim. Mana mashitda o'rtoqlar qo'pol qilib aytganda, Otabekda yeb qo'ygan joylar ham bo'lgan. Qo'pol qilib aytganda o'shalarni aytib beradilar. Dokumentatsiyada именно o'zimizning qora qoshlardan orqalida. Ha. Xo'p, endi keling, mana transfer qilsa bo'ladi. Mana sizga yaqqol odam primer transfer qilsa bo'lish haqida. Xo'p, Otabek, demak transfer qilgansiz. Nimadan boshlagansiz? O'zi birinchi bo'lib, уже Erasmus tugatganimdan keyin уже прямой dekanatga borgandim. Mana shunaqa menga yoqdi, Polsha yoqdi, men perevod qilmoqchiman degandim.
Bo'ldi, без problem degandi. Polshani dekanatiga borgansiz, Да, o'sha Polshadagi. universitetdagi Ha, Medinpolga перевод ha. qilganman. O'sha yerga o'qlar borgandim dekanatga. И ular aytgandi, kontakt bergandi, to email bergandi. Men shunga yozib, polniy gaplashib, polniy перевод an'ularini, yo'llarini tushuntirishadi, qanaqa nima qilishing kerak tushuntirishadi. И на тот момент o'zim ham surishtirib, masalan bizada latishskiy ID karta bor, перевод qanaqa qilaman, unaqa qilaman deb уже o'rganib chiqqandim ham o'zim. Ну, не до конца, конечно. И keyin u odamga yozgandim. Bu odam esa menga aytyapti, sen boshqatdan borib O'zbekistondan viza olishing kerak deyapti. Aytayotgan odam o'sha dekanatdagi Polshadagi universitetdagi ishlaydigan ishchi. Да. И shunaqa degan, u 4-5 marta aytdim Hilol opa unga. То, что mani ID kartam bor, latishskiy ID karta, men Yevropaning любой joyiga bora olaman. Mana ID karta, mani dokumentlarim, просто mani qabul qilsang bo'ladi-yu deyapman. U aytyapti, yo'q bo'lmaydi dedi. O'zbekistonga borib viza olishing kerak deyapti, universitetdagi ishchi. Keyin esa endi shu bilan Gretsiyaga Gretsiyada o'zi bir hafta bo'ldim. Gretsiyaga bo'lmasam переводimni boshlasam, bu yerda ulgurmay qolaman deb O'zbekistonga ketdim. U yerda ham shtraf to'ladi managa, то, что borib ishlamaganimga Gretsiyada. Ha. Вот. И keyin esa O'zbekistonga bordim. Keyin o'sha an'ularni qidirdim. Kim Polshaga viza olib bera oladi и viza qilib bera oladi. O'sha paytda lekin Otabek bir mendan ham so'raganingiz, Да, Otabek, sizdan ham so'ragandim. men aytganman, Otabek ID kartangiz bor, transfer qilsangiz bo'ladi, viza olish shart emas noldan. Siz polniy Latviyaning ID kartasi bilan siz polskiy ID kartangizni topshira olasiz. Yo'q, deb baribir. U ko'p odamdan so'ragandim. Baribir keyin mana borganlar. O'sha aytganini qildim-da, universitetdagilarni. Keyin xo'p bordim. Ana bitta kompaniya topdim. Ismini aytamizmi yo'qmi? Qo'shtirnochidagi kompaniya. Да. Qo'shtirnochidagi. Ularga ham yozyapman-da, aka, mana shunaqa situatsiyam mana shunaqa, перевод qilmoqchiman, ID kartam bor, hamma narsam bor. Baho, hamma narsa bor. Menga просто перевод qilib bersangiz bo'ldi-yu, to'g'rimi? Aka, перевод qila olaman desam, ular yo'q aka, unaqa bo'lmaydi. Siz boshqatdan viza kirib chiqishingiz kerak dedi-da. Keyin ha mayli dedim. Uni ham qildim. To'lovlarini qildim, страховка, hamma narsa, Страховкаga qancha to'laysiz Polsha uchun? Shularni ham aytib o'ting. Страховкаga 1,650,000 to'lagandim. Ha, viza uchun to'lov. Viza uchun Pasport uchun 90 euro edi. 90. Konsalting uchun to'lov. Keyin 90 euro u bilasizmi, yana anaqa yangi Ha. kupyura bo'lishi kerak. Polskiy embassy Polskiy shunaqa. embassida shunaqa. Elchixona. Keyinchi nima deysiz? Ha, konsalting to'lovi. Konsalting to'lovi $200 edi, 2,5 million edi. Ha. Вот, to'lagan, hammasini to'ladim. O'sha keyin to'laganimdan keyin Bank spravka ham qilgansiz. bank spravka ham qilgandim-da. Bu $100 gami qilgandim o'zlaridan. Keyin dokument tayyor, joy olib berishdi. Joy ham olib berish qiyin bo'ldi ozgincha. Joy olib berishdi. Keyin esa u o'sha payti dokumentatsiya qilayotgan payti это 15-avgustlamidi. Keyin u menga Polshadagi universitet yozyapti. Yangi qonun chiqdi, nostrifikatsiya degan, dokumentlarni ofitsialniy polskiyaga o'girtirish. O'shani ham o'shanisiz viza olib bo'lmaydi уже. Mana shunaqa zakon уже chiqdi, уже действует dedi. Keyin o'sha paytda qonun chiqqanini aytdi universitet. Да, ular aytyapti, bu nostrifikatsiyasiz viza olib bo'lmaydi dedi-da. Keyin bu emailni ularga jo'natdim. Mana shunaqa deyapti desam, ular aytdi, universitet shunaqa gapiraveradi. Ha, konsalting aytyapti-da, nostrifikatsiyani choptiryapti-da. Да, u без nostrifikatsiya deyapti-da. Universitet gapiraveradi deb, ha mayli dedim. Sizlar bilasizlar, хорошо dedim. Keyin qo'yapti уже 28-avgust keldi. 28-avgust keldi. Уже viza отказ chiqyapti-da. Ular уже video qo'yapti. 4-sentyabr уже birinchi videosini qo'ydi. То, что o'rtoqlar yangi zakon chiqdi. Nostrifikatsiya qilish kerak. U siz olib bo'lmayapti. Ama esa 12-sentyabr kirishim kerak edi embassyga. Ha, уже bu ham aniq отказ bo'ladi. Да, o'shandan keyin отказ chiqdi. Ha. Keyin ha mayli deb уже biletlar olgan. Bilet u da отказ chiqqandan keyin bilet oldim уже. Dальше qaytib ketishga, но через Люблин oldim. O'sha Lyublinga borishim kerak edi. Nimaga? Chunki narsalarim bor edi. Endi kiyim-kechak ularni olishim kerak edi. Plus bitta ikkita o'rtog'im bor edi u yerda. Вот, o'sha o'rtog'im aytib qoldi.
"Aka" dedi, "universitetga borib primoy gaplashsangiz, tezroq pulingizni chunki kontrakt to'lagandim-da уже, Mhm. 2000 to'lagandim. Mhm. Pulingizni tezroq ololiysiz, ishlaydi chunki bizada shunaqa" degandi. Keyin esa, "Mayli" dedim degan o'sha 2 kun, o'zi 1 kun Lyublinda bo'lishim kerak edi. 2 kun, uzr. Bordim, gaplashdim. Borib gaplashsam, dekanatga bordim, ular kattarog'iga bor dedi. Keyin o'sha Monika degan bitta o'sha полный Erasmusga javob beradigan ayol kishi bor edi. O'sha kishini oldiga bordim. Aytdim, shunaqa-shunaqa, mana o'xshamadi перевод qilish. Nimaga desa, mana shunaqa sizlarni ishchilaring mana shunaqa degandi. Borib O'zbekistonga borib viza oldim. Viza ololmadim, то есть vizaga topshirib viza ololmadim dedim. U aytyapti, "Ha, sani ID kartang bormi?" deyapti. "Ha" dedim. U keyin aytyapti, "Ha, bemalol перевод qilsang bo'ladi-yu" deyapti. Ha, endi o'sha universitet ishchisi endi bo'ladi deyapti-da, boshqa ishchisi Monika. Kattarog'i Ha, уже kattarog'i. Erasmusga полный javob beradigan. Ha. Keyin bo'lmasa bo'ladigan bo'lsa qilib bering dedim. Nimaga bo'lmasam bundan oldin ishchilaringiz shunaqa dedi dedimda. Qaysi biri u bu surishtirdi. Men ko'rsatdim o'sha odamni. Ну, по имейлу. Keyin esa uzr so'rab, u senga ложный informatsiya bergan. Masalan, men juma kuni borgandim. Понедельник keyin полный dokumentingni taxlaymiz, o'qib ketaversang bo'ladi dedi. Men xursandman Hilol opa. Keyin esa shu, Bo'ldi, boshlaymiz. Keling, yana bitta savolni beraman. Demak, o'sha paytda siz aniq latviyskiy ID kartangiz bo'lgan va qachon, qaysi sanagacha bo'lgan, shuni eslatib o'ting. 31-oktyabr, oktyabrgacha, Ha, 21-noyabrgacha edi. 21-noyabrgacha bo'lgan va bu voqea sentyabrda bo'lyapti. Oktyabrda bo'lyapti. Ha, oktyabrda bo'lyapti. 1,5 oy ID kartalari bor Yevropada qolish uchun va o'sha paytda o'zida keyin уже polskiy ID kartaga topshirishga harakat boshlangan. Da. Endi o'sha paytda o'zida kontraktni yana bitta eslab olamiz. Kontraktda 2000 yevro. 2000. Ha, o'rtoqlar, Polshada haqiqatan 2000 yevro kontrakt, lekin Latviyada unaqa emas. Latviyada kamida 2900 yevro kontrakt. Kamida 2900 yevro va shunaqa. Demak, hop, buni so'radim, latviya ID kartani so'radim. Keyin уже bu yog'i Latviya, keyin o'rtoqlar yana bitta narsa aytmoqchiman, mana ko'rdinglar, esimdaligida. Masalan, bitta talaba menga yozyaptilar Instagramdan, "Opa, men Italiyaga transfer qilmoqchi edim." Keyin nima bo'ldi deyapman-da, siz niyatingiz shunaqa edi. Latviyaga kelgan magistr talabasi, meniki emas talaba, meni talaba emas. "Opa, men o'sha Latviyadan Italiyaga qilmoqchi edim, lekin shu Italiyaga ikkita universitetga yozsam menga bo'lmaydi deyishdi, O'zbekistonga borib viza olasan deyishdi." Siz ikkitagina universitetga yozib, keyin men уже bo'ldi, ana qildim, umidimni uzdim dedilar. "Siz ikkitagina universitetga yozdingizmi? Siz endi migratsiyaga yozishingiz kerak. Italiyani ID karta beradigan migratsiyasiga yozing" dedim. Mana qarang, ikkitagina universitet balkim chuqurlashgisi kelmaganda mavzuga bo'lmaydi devorgan, O'zbekistonga borasan devorgan. Bilmasligidan bo'lishi mumkin. Ko'proq surishtiring, iloji bor, chunki Latviya ID kartasi bor, surishtiring-da. Shunaqa, o'shanga shuni aytib o'tmoqchi edim. Keyin endi Latviya ID kartasi bilan endi Polsha ID kartasi topshirish jarayoni qisqa qilib aytganda. Qanaqa bo'lgan? Qiyin Qisqa bo'lgan. qilib aytganda? Ну, men dekanatda o'sha immigratsioniy dokumentlarga javob beradigan ayol bor edi. Endi u aytgandi, "Bo'ldi, dokumentlaringni bergin, shu dokumentlarni bergin, men borib topshiraman" degandi. U 3 xil varianti borda. Olib borib topshirasiz, pochtadan topshirasiz очередь olib topshirasiz. Borib topshirish. И o'sha через effektivniy variantrog'i eng anosi Ha. через очередь olgandan keyin topshirish. U ayol esa buni dokumentimni bergan, просто olib borib tashlagan. Ha. Bu degani, man keyin bu degani ular 1 yildan keyin mani dokumentimni ko'rib chiqadi. Ну, Ha. через 1 yildan keyin, 10 oydan keyin degandi. Ha, bu очередь olmasdan просто ishchi ayol borib topshirib kelgan shunchaki. Da, keyin men o'sha 2 oy o'tdi-da, уже oktyabrda 18-oktyabr topshirib bergandim. Menga pechat olib bergandi, то, что я могу Yursa bo'ladi. да, legalno Ha. yura olaman Polshada. Ha. Ну, вот ID kartam bor hali 1 oylik. Latishskiy. Ha, Latviyaning ID kartasi bor, pechat ham bor. Pechatni Da. qayerga qo'yib berishgan? Pechatni u boshida bitta qog'ozda bergandi. O'sha qog'oz bilan yurgandim-da. Keyin 2 oydan, уже 2 oy o'tdi, 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, boryapman. Ular aytyapti, "Sani dokumenting 1 yildan keyin ko'rib chiqamiz" deyapti. Biza hozir 2023-yillarnikini ko'rib chiqyapmiz deyapti-da. O'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi?
juda ko'p aytaman, o'rtoqlar, polskiy ID kartani olish qiyinroq. Vizani u etmasa ham bo'ladi, отказ chiqadi. ID kartaga kelsa, undan ham qiyinroq. Latviyskiy ID karta masalan 1,5 oyda qo'lingizda bo'ladi. Soqqasini to'laversangiz, 15 kunda qo'lingizda bo'ladi, soqqasini to'lasangiz. Bu yerda 1 yildan keyin ko'rib chiqamiz deyapti-da. Decision chiqish, qaror chiqarish degan jarayon bor ID kartada. Keyin Да. Keyin esa, o'sha informatsiya beradigan joydan so'radimda, nima qilib tezroq olsam bo'ladi dedimda. U payti hali очередь olishni bilmayman. No, eshitganman, no, я думал, просто mana shu yaxshiroq bo'ladi deb, просто topshirib bergani. Hm. Aytyapti, очередь olishingiz kerak deyapti. O'shanda tezroq bo'ladimi deyapman. Ha deyapti. Keyin endi очередь olish ham qiyin. O'tga ham kimlarga murojaat qilish kerak. Bolalardan biladigan odamga. Bitta aka bor edi. O'sha akaga aytdim, aka olib bering dedim. 2-yanvar kuni очередь olib berdilar, 4-martga. Это представить qiling, то что 2 oy Ha. полный занят. Ha, Yanvar, fevral 2-yanvar olindi, yanvar fevral da chopildida. Bu ham ko'ryapsiz, qiyin vaqt masala. yo'qotish. Ha, Уже to'g'ri tag'in bu yo'qotdim. tag'in Varshava emas. Varshava emas. Bu Lyublin. Da. Keyin 4-martga ani очередь olib berdilar. Очередь olib berdilar. O'sha 4-mart kuni bordim. Boshqatdan yana dokument yig'ib, уже bundan oldin dokument topshirgandim. Ha, ha. Boshqatdan yana dokument yig'ib, olib borib topshirdim. Ozgincha mujg'ur ayol o'tirganda aytyapti, mana topshirgansan o'san deyapti. Nimaga kelding yana deyapti. Man очередь olib keldim boshqatdan tezroq bo'lishi uchun deb. Ana endi qiyshayib u qilib bu qilib borib, mani bundan oldingi topshirgan dokumentlarimni topib, o'shalarni olib, hozirgi yana boshqatdan olib kelolmadim yangi dokumentlar. Keraklisini olib, kerak emasini o'zimga qaytarib berdi. Shu bilan pechat qo'yib berdi pasportimga. Это уже означает то, что u bundan oldin pechat ворот deydi-yu, уже pasportimda уже реально легально могу. Это реально emas u. Это то, что pechat degani dokumentlarim обработка bo'lyapti degani. Ha, bo'ldi, ko'rib chiqilyapti. Da. Qabul qilindi migratsiyaga, ko'rib chiqilyapti degani. Zo'r. Keyin уже dokumentlarim oldi. Keyin yana bir 2 haftalardan keyin qanaqadir dokument olib borib berdi. То, что birinchi semestrni tugatdim и Ha. успешно mana bu baholandim. Ha, ha, ha. Keyin esa уже bir oydan keyin 16-aprel kuni уже detseziya chiqqan. Ha, deciziya bu ya'ni qaror beramiz yo bermaymiz degani. Yo'q, bu уже beramiz degani. Ha, demak qaror degani shunaqa bo'ladi, yo shu bo'ladi. Da. Keyin esa o'sha men esa bilmaganman. Men bundan oldin borgandim, qachon chiqadi deb so'ragandim. O'sha inspektor bergan. Men borib so'ragandim, qachon chiqadi bu desam. Ular aytyapti, sani emailingga jo'natamiz javobi deyapti-da. Zo'r. Shunda qaror chiqqan necha kunda? 4-martda topshirgan bo'lsangiz, 4-martda 16-aprel уже chiqqan. 16-aprel. Zo'r. Deyarli 1,5 oyda. 1 oyi nechidir kun. Zo'r, bo'ldi. Polskiy ID karta oldingiz. Ha, oldim. Bo'ldi, xursandsiz. Shu bilan ketvordim yana Gretsiyaga. Ha, bo'ldi. praktikaga. Polskiy ID karta ham 1 yilga beriladi. O'rtoqlar, asosiysi shuki, demak siz Latviyani ID kartasi, Yevropa ID kartasi qo'lingizda bo'lganda, ID kartani ko'rsataman, tortma ochilmadi. O'sha ID karta bo'lganda, demak siz Yevropani istagan davlatiga transfer qila olasiz va Otabek buni hammasini boshlaridan kechirganlar. Agar masalan men ham Polshaga transfer qilaman desangiz, o'rtoqlar, biza sizga Otabek bilan yordam beramiz. Universitet tanlashda, universitet bilan muloqotga chiqishda, hujjatlarni yig'ishda, nima hujjatlar kerak, aniq-tiniq navbat olish, umuman полный protsessda, ya'ni yo'qolib qolmaysiz. Va masalan, umuman hujjatlarda yordam, mana shu очередь olish, universitet tanlash, kontrakt qanaqa to'lash, hammasida biz yoningizda bo'lamiz. Transferga yordam beramiz, transfer qilib beramiz sizni Polshaga. Xo'p, endi Otabek, endi qiziqarli tomonlarda, конечно, hozir bu narsalardan keyin hamma g'imillab qoladi-da. Bu finanslardan keyin, raqamlardan keyin. Otabek, Polshada o'zingizni qanaqa qoplagansiz, ishlaganmisiz? Da, ish topgandim. Ish topish через agentство bo'ladi u yerda. Ha. To'lov qilish kerakmi agentstvoga nimadir? Agentstvoga to'lov qilish kerak emas. Ular o'zi sizni topib berganiga, ishchiga sizni topib berganiga o'zi to'lovini oladi. Ish beruvchidan pul olishadi, komissiya. Xo'p. Lekin ishga kirish uchun PESEL degan kerak. Это идентификационный Nomer-da? Da, nomer. Как будто налоговый номер. Da, Kim beradi uni? Uni o'sha ужон degan joy bor. O'zi полный dokumentlar Polshada ужонda topshiriladi. O'sha hamma narsa prava, водительский, hamma narsa. Kelajakda bu narsaga ham siz yordam bera olasiz. Xudo xohlasa. Zo'r. Da.
pesel kerak deganda manda pesel yo'q. Bitta variant bor edi, dastavka qilish. Endi u sovuq dastavkada man to'g'risi chiqmasdim. Keyin esa pesel borib o'sha ozgincha qiyinroq bo'ldi, lekin o'sha manda chunki o'sha qog'ozdagi bor edi-yu, pechat. U bilan qiyinroq bo'ldi. Oldim. Olgandan keyin уже полный dokument tayyormi, уже bemalol ishga kirib, o'sha yerda ish topgandim. Rasmiy shaklda, demak Да. ishlaganlar nima ishda? Pochtada ishlagandim, skladda, да. Ha, pochtani, Taxlashda. tovar taxlash, ajratish, sortirovka qilish. Mhm. Shunaqa. Xo'p, zo'r. Talaba bo'lib turib, Polshada, demak, o'sha Lyublinda aynan har xil dastavka kompaniyalari bor. Masalan, DHL yoki Impost. Impost. Deylik, Xitoydan tovar zakaz qilasiz, pochta keladi. Ya'ni imенно bu yoqda konvertda xat emas, faqat tovar keladi. Kiyim Har bo'lishi xil mumkin, har narsa, xil hamma tovar narsa. va o'shani sortirovka qilish. Da. Aha. Qancha kuniga mana necha soat ishlagansiz? Masalan, kuniga. Man 13-dekabr kuni ishim boshlagandim, 1 yil oldin. O'sha 13-dekabr bo'lsa, kuniga примерно там har xil vaqt bo'ladi. Endi u yerda shiftlar bor. Kechki и kunduzgi shiftlar bor. Qaysidir kun 3 soat, qaysidir kun 5 soat. Yo'q, masalan mana bunaqada. Masalan, deylik, dushanba kuni ish kamroq bo'lardi. Ertalab 2 soat, 2,5 soat ish bo'lardi. Obeddan keyin уже ko'p pochta kelgandan keyin уже 7 soat, 8 soat bo'lardi. Ну, примерно chiqyapti, 10 soat chiqyapti. Вторник kuni уже kechki ham, kunduzgi ham full bo'lsa, ну, примерно 11 soat, 12 soat chiqardi. Ну, Aha. u yerda shift tanlash mumkin edi. Masalan, Ha. ertalabkiga borgim kelyapti, ertalabkiga kechkiga demoqchiman. Kechkiga borgim kelyapti, kechkiga boraman. Yoki kunduzgiga borgim kelyapti, kunduzgiga boraman. O'sha kirgan paytim 29.50 zlot edi 1 soatiga. 29.50 ni endi yevroga chopish kerak. Bo'ladi примерно 6-7 yevro bo'ladi adashmasam, plus minus. 6,5-7 yevro atrofi soat o'rtoqlar. Keyin уже bolalar yetishayotganda yangi zakon chiqadi, yana 32 gami ko'tariladi deb. 7 yevro почти. Yangi yildan keyin уже gapingizni bo'ldim, Ha. yanvarda уже 29,5 bo'lsa, уже 31,5 bo'lishi kerak edi. 30-50 bo'lishi kerak edi, uzr. Keyin esa u yerda shunaqa narsa borki, bitta agentstvadan ishlaysiz-da siz. Bitta agentstvani представлять qilasiz. U yerda har xil 5-6 ta agentstva bor. Bizani agentstvada shunaqa ediki, то что уже 2 oydan ko'p ishlasak, уже постоянный ishchi nomiga sazovor bo'lamizmi? Keyin esa уже degani bu yana 1,5 zlotmi qo'shib beradida. Menga 32,50 bo'lgandi eng maksimumi. Bu hammasi zloty, o'rtoqlar, zloty. Polskiy zloty 32 ni masalan chofara Google ga yozasizlar, necha pul bo'ladi deganingizda, zloty v yevro deb Google yozsangiz chiqadi. 32,5 zlotixda. 7,5-8 atrofi edi. Ha, 7,5 deylik kamida, 7,5 yevro soatiga. Yevro so'mda qanaqa bo'ladi? Siz xuddi o'sha narsa Google yozasiz. Yevro so'mi deb yozsangiz, kalkulyator chiqadi, raqamni qo'yasiz, u chiqib keladi necha pul bo'lishi. Ну, o'zingizni ko'rsatib ishlasangiz, ko'proq shiftga qo'yadi, ko'proq vaqt ishlaysiz. Shunaqa. Endichi bir undan oldin gaplashganimizda, demak, hamma shunaqa oylay oladimi? Yoshga ham bog'liq degansiz-ku. Aytgancha 26 yoshgacha nalog to'lamaydi вообще. Masalan, Rigada to'lanadi-yu. Bizda Polshada 26 yoshgacha studentlarga nalog to'lanmaydi. Ha, yana bo'ldim gapingizni. Rigada to'lanadi agar rasmiy shaklda ishlasangiz. Agar masalan kabobxona, oshxonada ishlasangiz, nalog to'lanmaydi. Lekin Rigada kamida boshlanadigan oylik, maska aytaman, Latviyada yolg'on so'lamayman, 3,5-4 yevro boshlanishiga oshxonalarda 3,5-4 yevro. Shunaqa. Lekin 26 yoshdan deyilyapti. Lekin Polshada unaqa nelegal ishlay olmaysiz. Qiyin masala, тем более bunaqa sortirovka pochtada. Aha. Xo'p, 26 yoshdan nalog to'lamaydi. 26 yoshdan to'lanadi. 26 yoshdan. To'g'risi bilmadim, chunki tekshiramiz o'rtoqlar, tekshirib olasizlar. Chunki bilmadim to'g'risi. Chunki Latviyada 30%, Polshani ham bir qarab olish kerak. 30% desak, 7 yevrodan o'sha 7 yevrodan minus 30% qilib olasizda. No, da, masalan qarang, bizda oddiy ishchilar ham bo'lardi. O'sha ishlayotgan joylarimizda ular men 29.50 olsam, ular 24 olardi. Lekin ular уже постоянный ishchida.
Dilu 22,5 может 23,5 bo'lishi kerak adashmasam. То, что обычный ishchiniki o'sha payti. Hozir уже ko'tarilgan. Ha. Bu o'tgan yil Да. 2024 yil. Ну, 5-6 zlot farq qilardida Ha. oyligimizni. Zo'r. Otabek shunaqa qilib, общий qancha ishlagansiz shu pochtada masalan? Общий o'sha dekabrdan mayni oxirigacha May ishlaganman. oxirigacha. O'sha paytda biza Otabek menga xuddi ukam kabilar. Otabek bilan ko'p gaplashamiz, Otabek bilan muloqotda ko'p bo'lamiz. Hilol opa bitta ishda anaqa bo'lib ketdim, ezilib ketdim derdilar-da. O'sha paytda ham Otabek bilan ko'p gaplashardik. Haligacha ko'p gaplashamiz. Hilol opa to'g'risi bitta atmosferada anaqada ezilib ketdim, qiynalib ketdim derdilar-da. Nega Otabek, nimasi deb so'rardim. Endi o'zim bitta joyda turolmayman. Bitta joyda ishlolmayman. Bitta Anaqa bo'lsa, ko'p vaqt bo'lsam bitta joyda bo'lolmayman. Keyin уже ID kartamni qachon olishim aniq bo'lgandan keyin, aniq bo'lmagandi, lekin tavakkal qilib уже men Gretsiyada gaplashib qo'ygandim. Уже bundan oldin shuncha borganman-ku, уже tanishlar ko'p. Gaplashib qo'ygandim, то, что iyundan boraman deb. Ha, lekin ID hali qo'llarida emas ID edi, bahorda. qo'lda emas edi-da. Qo'lda bo'lmasa Yevropani boshqa davlatiga chiqa olmaydilar, hali Da. mumkin emas. ID bo'lishi kerak. Demak, ID karta bo'lmaguncha siz Polshada bo'lishga majbursiz. Pechatingiz bo'lsa ham. Sayohat, Gretsiyaga bor, Italiyaga bor, unaqa narsa yo'q. Nuqta. Faqat Polshada bo'la olaman. Faqat Polshada bo'la olinglar ID chiqquncha. Ha, O'zbekistonga ham borish yo'q. Shu keyin gaplashgandim, уже ID kartani 27-may qo'limga olgan bo'lsam, mayni уже detsiziya chiqdi, уже beradi degani-yu, beradi yoki bermaydi, ko'pincha beradi, 95% beradi-da. Lekin уже o'sha payt hal bo'lgandan keyin bir mayni boshida aytib qo'ygandim, то, что men ishdan ketaman. 20-mayligacha ishlagandim. Keyin esa уже 27 xudo xolasa qo'limga oldim. 27 kun o'sha kuni bilet olib 29 ketgandim o'sha Zo'r. Gretsiyaga. Demak, ish masalasida osonmidi, ish qiyinmidi? O'rtacha edi. O'rtacha. Masalan, men umrim davomida ishlamaganman. Bu endi menga ozgincha qiyinroq edi u payti. Keyin уже o'rganib ketgandan Obed keyin berisharmidi? da berishardi. Nima berishardi? Har xil ovqatlar berishdi. Masalan, kartoshka bilan tovuq go'shti Ha. yoki o'zlarini natsionalniy qanaqadir sho'rvasi bor edi. Ha. Endi u cho'chqalikniki, to'g'risi. Endi uni olmadim. Vareniki qilib berishar, har xil berishardi ishqilib. Ishxonani o'zida sharoit masalan, sovuq, issiq. Ozgincha salqinroq, bu degani u darajada sovuq emas degani. Ha, zo'r. Endi o'qishingizga qaytamiz. O'qish universitetingiz частный, xususiy. Частный. Qanaqa bo'lardi? O'qish osonmi, qiyinmi? Fanlar, O'qish unchalik qiyin, yo'nalish. endi unchalik qiyin emas edi. Ha. Ingliz tilini bilganim uchunmi yoki qiyin bo'lmagandi. Nechta fan o'qigansiz bir semestrda masalan Polshada? O'sha 24-yil perevod qilgan bo'lsam, 5tami 6ta predmet edi. Уже spring semestrda kamroq edi. Ha, endi qarang, mana shu yerda 3-4 edi. ko'pchilik menga savol beradi. Opa, period qilsam, masalan, hozir men deylik Latviyada 1-kursman, deylik Polshaga period qilsam 2-kurs bo'lib qolamanmi? Sizda qanaqa hisoblangan? Keyin men aytaman, bolalar hisoblanadi, o'qigan fanlaringiz hisoblanadi, keyin chopiladi yilingiz. Masalan, baholarni olib borib berasiz, baholarni olib borib bergandan keyin ular o'zlari hisoblab berishadi. Masalan, menga aytishdi, sen turizmda o'qirding, turizmdan o'qisang, 2-semestr bo'lasan deyishdi-da. Ha, 2-semestr o'rtoqlar, 2-kurs emas. Da. U payt men farqiga bormaganman degan, uni 2-kursi bo'lib, xursand bo'lib uyga ketib o'rganman, chunki o'tda 3 yil Xursand bo'lib turizmni tanlaganlar. Avvaliga variant berganlar, turizmni tanlaysanmi yoki mana bu yo'nalishni tanlaysanmi deganlar. Ikkinchisi biznes administratsiya edi. Ha. Keyin uyga borib уже xursandman, уже xursandlikdan tushdim degan o'ylayapman-da, bu 2-semestrda. Bir yildan keyin tugataman deb o'tirsam, keyin 2-semestrda shunday yetib bordi-da. Общий o'sha paytda turizm bo'lgan 8 semestrmi? Yo'q, 6 semestr. 6 semestr. Ha, 6 semestr 3 yil degani. Plus ular bu degani 1-kursni 2-semestrdan boshlaysan deyapti. Ha, 1-kursi, demak, как будто 1-kurs yarmisini bitirgansan hisobda. Keyin chunki sani predmetlaring ko'proq biznes administratsiyaga to'g'ri keladi deganda. Latviyada siz уже o'qib qo'yuvdingiz 1,5 yil. Общий. 4 semestr. 1,5 yil, yarim semestr Polshada. Ha, unda baribir 2 yil hisoblanadi-da. Polshada farqi yo'q, Polshada o'qigan. Baribir Latviyani diplomiga ketadi u. Latviyada 2 yil o'qib qo'ygan edilar. Keyin bu kunisi borib so'radim.
agar biznesga o'tsam nechinchi kursdan boshlayman? Ular hisoblab berdi, 4-semestrdan boshlaysan dedi. Ha, endi turizm emas, endi biznesdan boshlasamchi deganlari, demak Da. 4-semestr degani 2-kursi oxiridanda, Bu degani уже 1,5 semestr o'qisam o'sha bitiraman deganida. 1,5 semestr degani 1 yil u 5 oy. Da. Hmm. Shu bilan ha bo'lmasam menga biznes qilib bering dedi. U dekanatdagilar ham yomon qarab menga. Ha. Shu bilan qilib berishdi. Keyin shu bilan biznesda boshlab ketdim. Zo'r. Demak, hozir biznesda Polshada o'qiyapsiz va bitiryapsizmi? Уже fevralda bitiraman, xudo xohlasa. Fevralda bitirasiz. Diplom ish yozyapsizmi? Yozamiz. Bizni yanvar ham 3 Yo'q, kundan keyin yanvar. bunaqa situatsiya bo'lganki, то что ular menga перевод qilayotgan, уже biznesga перевод qilgandan keyin ular menga aytishdi, bir xil predmetlarni yopishing kerak, такие как польский, yana bitta ikkita predmet aytgandi. Men ularni уже ulgurmagandim yopishga. O'shanga agar yopmaydigan bo'lsam, iyunga qolib ketadi diplom yozishim. Tushundim. Shunaqa qilib iyunga qolib ketyaptimi diplom yozishingiz? Yo'q, men hozir borib gaplashishim kerak, ko'rishim kerak. Borib gaplashib ko'rishim kerak уже. Ana shoshilinchda olamiz o'rtoqlik intervyuni, chunki bir qancha muddatdan keyin ketishlari kerak. Otabek boshqa davlatga uchib ketishlari kerak, aeroportga ham ketishlari kerak. O'shanga. Otabek, endi Lyublinda qayerda turardingiz? Lyublinda общагаlarni предоставить qilardi, lekin u qimmat edi. Qimmatmidi? Da, 1200 zlot edi o'sha payti. Hozir undan ham baland bo'lgan. Endi zlotni o'girib yuborasizlar-da yevroga o'rtoqlar. Uylar esa uylar 500 dan 1000 zlotgacha bemalol yaxshi uylar topsa bo'ladi. Примерно yevroda hozir. Примерно yevroda bo'lsa, plus minus men uyga to'lardim 950 zlot to'lardim. Hozir bo'lyapti 600 zlot, endi 500 dan emas, 600 zlotdan deylik. 600 zlotdan 900 zlotgacha yaxshi uy topsa bo'ladi. U yerda kvartiralar 3 xonali, 4 xonali kvartira. Bitta uyda yashaysizmi? Bitta xonada bir o'zim lekin xonada bir o'zingiz. Xonada. Lekin kvartira sizniki emas, qo'shnilar ham bo'ladi. 3-4 kishi bo'ladi. Demak, xona uchun deylik, bir xona uchun 150 yevrodan 215 yevrogacha topsa bo'ladi. Bet deylik, unda bitta kravat uchun, kvartirani ichidagi bitta kravat uchun nech pul dedingiz? 200 yevrogacha. 215 yevrogacha. 215 yevrogacha. Normalniy zo'r sharoitlari yaxshi xona topsa bo'ladi, uy emas. Ya'ni uyda qo'shnilaringiz bo'ladi, oshxona va tualetda bo'lishasizlar. 3-4 kishi. Latviyada ham deyarli shu narx, sentrda, markazda yashayman desangiz 230, 200 ga yoki 250 atrofiga masalan topasiz markazdan kvartira, Riga poytaxtda kvartirada xona topasiz. Atak 250 yevroga kvartira topasiz, chet joyda bo'lsa, yarim soat markazdan uzoq bo'lsa, Rigada. Bu hozir Lyublin haqida ketyapti, vaqt Lyublin. Bizda prям mana bu sentr bo'lsa, mana bu окружностьda plus minus bir 600-700 ga topsa bo'ladi. A sentrlarda уже ketadi 700 dan 1000 zlotgacha. 1000 zlot esa plus minus 250 atrofi bo'ladi. Ha, 250 atrofi markaz bir xil demak. U ham topsa bo'lsa. Endi Polshada qaysi til ko'p muloqotda ishlatiladi? Varshavada ingliz tili ham ishlatiladi. No, meni shahrimda, meni shahrim katta, turizmi 500 minglik kishi, to'g'risi esimda yo'q. No, u yerda ko'proq polskiy ishlatiladi. Polskiy, siz Lyublin shahrida polskiy ishlatiladi. Masalan, uy topmoqchi bo'lganingizda qaysi tilda gaplashadi? Masalan, bizda men uy qidirayotganimda rus tilida ham gaplasha olaman. Rus uy beruvchilari ko'p-da, rus xozyainlar. Bizda polskiyda gaplashish kerak. Shunaqa narsa borki, to что faqat polyakka beramiz degan, shunaqa narsalar ham bor. No, u payt endi birinchi topayotganimda, endi o'rtog'im topib bergandi, chunki men polska gapirishni bilmadim. Endi ko'proq o'xshab ketadi-yu, no, baribir bilmadim-da. Topib berganda, gaplashib berganda, hozir yaxshiroq, o'zim ham topa olaman bemalol. Polskiy siz ham topa olasiz, polis tilini o'rganmadingiz? Yo'q, naproot polskiyni o'rgandim. Gapiradigan darajada emas, no, menga kerakli narsani tushuntirib bera olasiz. Tushuntirib bera olaman. Zo'r. Xo'p, endi deyarli bitiryapsiz o'qishni. Polshada qolish niyatmi? Именно shu sohada ketish, pochtada ishlash yoki ya'ni Polshada qolishmi niyat? Vaziyatga qarayman, no, iloj bo'lsa qolmandim. Nimaga? Chunki Polsha sovuqroq-da. Ozgincha sovuq, endi Rigachalik, Latviyachalik sovuq emas-ku, no,
baribir sovuqroq и manga ko'proq issiqroq davlatlar kerak. Suvli ichida Gretsiya, Ispaniya, Italiya. Lekin Ekonomika turizmga buzilgan da, masalan. unchalik ну, ko'ramiz endi, baribir xohlaganim bilan bu narsani qilish ham kerak, qiyinroq. Endi ko'ramiz, Xudo xohlasa. Но agar masalan endi pochtada ishlab, soqa qilaman desam, qovursam bo'ladi. No, bu narsa menga kerak emasda. Men karyera qurishim kerak. Chunki ko'plab o'zbeklar tirikchilik deb qolib ketganlar Да, borda. Именно shunaqa ishlarda, ishchi ishlarda yomon emas. Конечно, tabiiyki, pul hammaga kerak, mhm, lekin bir muddatga kelib siz charchaysiz. Shumi bor, oxiri shumi deb qolasizda. да, Agar faqat va faqat shu pul ketidan qolib ketsangiz, pul ketidan qolib ketsangiz va o'smaydigan ishlarda qolsangiz, masalan, siz pochtada umrbod ishlay olasiz, lekin kunlardan bir kun kelib charchaydi odam. Anaqa. O'rtoqlar, hozir masalan qarang, hozir aytilgan oylikdan keyin, masalan, 7 € eshitganingizdan keyin hamma g'imillab qoladi. To'g'risi yoshlarimiz, to'g'risini aytaman, voy, borib pochtada ishlab soatiga 7 € topar ekanman. Ha, 7 € topasiz, lekin shu ish ichida o'ralashib qolsangiz, soatiga ko'p ishlayversangiz, na bir til o'rganasiz, qo'shimcha til. Polshada yoki umuman Yevropada qolish uchun, Germaniyada qolish uchun til o'rganish kerak, kasb o'rganish kerak. Siz masalan faqat mana shunaqa pulli ketidan pulli ketidan chopib, любой universitetga transfer qilib yuborsangiz Polshaga, частный emasmi, любой universitetga qilib yuborsangiz, to'g'risi uzoqqa bormaysizda. Shu qora ishchi qo'pol qilib aytganda shunaqa qoladi ko'pchilik va umuman nelegal bo'lib ishlab yurganlar ham ko'p. Polshada да. afsuski, o'zimizni qora qoshlar. Shuning uchun ham afsuski o'zbekistonliklarga, qizil pasport egalariga viza отказ chiqyapti. Agar xuddi yana shunaqa qilib sizlar ham Latviyadan transfer qilib Polshaga borsanglar, masalan, hop qilib beramiz biza, lekin shunaqa Latviyadan borib o'tga transfer qilib o'qish tashlab yuborsanglar, keyingilarga uzra o'sha polskiy ID karta ham bermaydi. Chopiladi ham, keyin вообще Latviyaga ham viza olib qololmaydi. Nima demoqchimiz, o'rtoqlar? Realni bilim olmoqchi bo'lsanglar, Polshaga transfer qilsak bo'ladi, realni. Faqat pulli ketidan Polshaga transfer qilmoqchi bo'lsanglar, unda prosta qilmay qo'ya qolinglar o'rtoqlar. Shunchaki Latviyada til o'rganinglar, primoy nemis tili o'rganinglar, o'sha kuchaytirib, уже Germaniyaga boring masalan, yoki Avstriyaga boring nemis tili o'rganib. Chunki bari Polshaga polskiy o'rganmasdan borasizda. Ish qiladigan ishingiz faqat shu pochta shunaqa ishlar bo'lib qoladi yana. И хотя бы mana shu agar Xudo xohlasa bolalar transfer qiladigan bo'lsa, хотя бы там qanaqa qilib salom beradi, qanaqa qilib rahmat aytadi. Хотя бы mana shu bitta Polshaga emas, любой joyga borganingizda mana shu narsani o'rganib borsangiz, odamlarning o'ziga приятный bo'ladida. Keyin И aniq qanaqadir kasb o'rganib masalan, да. ITdami, boshqa sohada, chunki ular ham Polshada juda ko'p xalqaro kompaniyalar ko'pda. Masalan, elementarni Otabek Gretsiyada bo'lganlarida. Gretsiyada bo'lganlarimda, endi men o'zim ko'rmagandim, akamlar bor edilar. Hmm. Jahongir akamlar borib, bankka ishlari tushganda, и bankka borsa bitta qozoq odamni ko'rib qolganda ishlayotganini. Hmm. Bular nima demoqchiman? То, что masalan, bizani o'zbeklar faqat mana shu pul orqasidan yugurib, o'qishga kelib, o'qishni chopib, pul orqasidan yugurib, nelegal bo'lib, faqat qora ish qilib yuradida. Bizada ham imkoniyat bor-ku, nimaga biza qilolmaymiz, чтобы вот biza katta kompaniyalarda ishlaylik. To'g'ri, bor edi yurtdoshlarimiz, но ular kam. Nimaga biza kompaniyalarda, banklarda, zo'r joylarda ishlolmaymiz-da? И shu tomoni ham Gretsiyada bor. Grechеский bankda ishlash o'tgan narsa. Polshada ham Polsha banklarida ishlayotganlar bor. Uning uchun tabiiyki til o'rganish kerak, polskiy til ham kerak bo'ladi va kasbingizni bilishingiz kerak. Universitetni, ya'ni успешно, successful bitirish kerak. Internshiplar olish kerak. Bolalar faqat pul topish uchun yana o'tirib nasihat qilyapsizmi? O'rtoqlar, transfer qilib beramiz sizni, lekin aniq bir chiroyli Просто maqsad bilan. gapingizni bo'laman. Ha. O'zbeklarning reputatsiyasini buzganimiz qoladi. Agar mana shunaqa перевод qilib yoki o'sha yerda даже прямой Polshaga kelganlar ham o'qishni tashlab qo'ysa. Chunki o'zingiz ko'ryapsizmi shunaqa o'qish tashlab qo'yganlarni? Ko'p, bolalar ko'p. Даже Polshada Varshavada o'qish ham. tashlab Да. qo'yganlar ko'pmi? Varshavada ham. Unchalik ko'p emas, но ko'p-da. Ko'p. Ya'ni o'qish tashlab umuman o'qishga bormayotganlarmi? Да. Keyin nima bo'lgan hujjatlar? Endi hujjatlar yoki ishchiga o'zgartirib yuborgan, yoki o'sha nelegal bo'lib yurgan, yoki o'qishga bir oyda bir marta boradi, чисто чтобы вот yoki kontraktdan to'laydi, чтобы вот
dokumentlarni olib, ujodga topshirib, ID kartasini olib, mana shunaqa yuraveradi o'qimasdan. Tipa Afsus. o'qiyapti bo'ladi. Afsus. Aha. Xo'p, tushunarli. Demak, yana aytadigan gaplaringiz bormi, Otabek? O'qish kerak, faqat o'qish kerak. O'qish Agar kerak. любой bir davlatga o'zbeklarni mana bu reputatsiyasini tushirmaydigan, tushirmaslikka harakat qilish kerak. Borgan joyda o'sha masalan aytishadi-yu, o'zimizda O'zbekistonda ko'chaga chiqsang, oilangni yuzasan, chetga chiqsang, butun bir davlatni yuzasan-da. O'shanga eng so'raydigan narsam shu bo'ldi. O'qib, chiroyli davlatimiz, bizani Millatimiz. millatimiz Ha. qanaqaligini ko'rsatish. Chunki o'rtoqlar, Polsha haqiqatdan ham ekonomikasi, iqtisodi uchayotgan davlat, zo'r uchayotgan davlat va u davlatga shunchaki pul topishga borish kerak emasda. Real karyera qilaman desangiz qilasiz. Kasb bilan boring, IT o'rganasizmi yoki hunar bilan boring. Bitta ishda qolib ketmang. Chunki Polshadagi talaba menga yozganlar, "Opa, shu bitta ishda ishlayverib, ezilib ketdim, qiynalib ketdim. Shu Gretsiyaga meni ham jo'nating. Ketmoqchiman o'sha otelga, asal ingliz tilimni ham rivojlantirardim." U yerda Polshani emas yomon derdimda. Shu bitta ishda o'rlashib qoldim. Mana shu o'sha adashmasam shu anaqada ishlardilar, pochtada ular ham. Shunaqa deganlar. Keyin men hayron bo'lganman-da, bitta pul bor deganlar-da, pulim bor, lekin hozir shu keyinchalik o'zimni ko'rmayapman-da, bitta narsani ichida o'rlashib qolib ketganman. O'sha keyinchaligini ko'rmayapman deganlar, keyin hayron bo'lganman. Mana keyin Otabek aytganlaridan keyin tushunganman-da, o'sha pochtada sharoitda bitta ishda ishlayverardilar 10 soat, 11 soatda masalan. U ham qiynab qo'yadi-da. Bir xil anaqa. O'shaning o'rtoqlar, qilib beramiz, Polshaga transfer qilsa bo'ladi. Ha, albatta, boshqa davlatlarga ham qilsa bo'ladi. Lekin oxirgi gapimiz, iltimos, aniq bir hunar o'rganib, til o'rganib, просто tak pul ishlashga emas, o'rtoqlar. Pul ishlashga bir-ikki pul ishlaysiz, o'qishingiz qolib ketsa, ID kartangiz отказ bo'lib ketadi. Или umuman bizga bermay qo'yishadi. Ha, shunisi bor. Hammasini aytdik-a? Da. Bo'ldi. O'rtoqlar, murojaat qilasizlar. Agar Latviyada bo'lsangiz, o'qiyotgan bo'lsangiz, universitet birga tanlaymiz. Yaxshi universitetlarni Polshaga если что transfer qilib ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, oxirigacha bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Obuna, like, podpiskalar. Xayr.